у кого в этом году будет счастливая рука. А теперь, уважаемые друзья, приглашается на ковер Ахметшин Ренат, до 100 килограмм, заслуженный мастер спорта. Это будет красный кушак. И приглашается Хаметов Эльдар, до 85 килограмм, кандидат мастера спорта. И прошу всех победителей весовой категории подойти сюда, 65-75, свыше 100, для того, чтобы мы могли быстро завершить и приступить к концертной программе. По 5 минут, сначала 5 минут борьба, потом, если победителя не будет разницы, 5 баллов или чистая победа, в завязке еще 5 минут. Ахметшин Хамидов! Kurashchilar bir-birini bek bilalar. Shunga ko'ra bunda bir-biriga kelgan hatto zo'r jiguga yoki jiguga mumkin bo'ladi. Shunga ko'ra yigitlar kurashadi, lekin ikkisining da prizovoy fondni tortib chiqarishga mumkinliklari bor. Ularning birisida bo'lishi mumkin. Shunga ko'ra kurashamiz, mato etib. Biz ikisiga kissiyat qo'yildi. Bizning do'stimiz Hamidov raqibimiz ham bek ko'rsatdi. Bunda inshaalloh Botir ismi shu kurash bor. U mangilikka tarixga kirib qolishi. Sholning 2014-yilning absolyut Botir edi. Aning bolalari, aniqlari g'ururlanishi hali aytgan ism bilan birga. Итак, дорогие друзья, это у нас заключительная борьба, заключительное звание абсолютного батыра Сабантуй 2014, город Набережные Челны. Борьба Зангар Яшин Сигуля Крашкан Эльдар Хамидовқа берілді. Есеп 1-1. Итак, со счетом 1-1 борьба продолжается. Со счетом 2-2 по предупреждению, потому что вначале получили оба борца. И счет становится 2-2. Ikki yigitimiz-da bek subhanalloh kurashchilar bizni, конечно, Ahmet Renatning avtoriteti zo'rroq. U bizning universiadada oltin medal oldi shu kurash bo'yicha, lekin raqib Ildar Hamidov Ildarning dadasining orasida ish berib distansionni Tağın bir Ahmetшин Ренатқа берілді. Есеп 3-2. Со счетом 3-2 борьбу ведет Ахметшин Ренат, борец с красным кушаком в красной футболке. Еще 1,5 минуты. Bir bal Ильдар Хамидовқа берілі, есеп 3-3. Итак, счет становится 3-3. Bek motor kurash, bek motor shista. Yigitlar o'zlarida zo'r ehtirom bilan qaraylar bir-birini. Jarohatga kirmishi motor etib kelgan xalqqa zo'r ehtirom bilan kurash ko'rsatadilar. Shunga ekrandagina amallar keta boshladi. 1 minutdan deb aytilganlar vaqt bitashak, allar bilbog'larni maylab, kimning hali sog'lig'i bor, shu oldiga ish.
крашилерimiz. Итак, дорогие друзья, первая часть борьбы 5 минут остается вот по завершению 5 минут 20 секунд. Итак, счет 3-3. Еще 5 минут времени дается для борьбы. Счет равный. Уважаемые победители самой категории 65-75 и свыше 100 килограмм, подойдите, пожалуйста, сюда, все, судейские, подойдите сюда. Сразу после объявления решения мы награждаем абсолютного победителя, никуда не отходя. Медали здесь, Бараш тоже ждет, и потом уже будет жеребьевка. Через 8 минут начинается концертная программа. Ну, максимум через 10 минут управление культурой в режиме ожидания. 10 минут. Hükümdarlar bal yoktu, işke iş vararız. 1 minut ötüp gidip bara. Абсолютно потрясение меня музей шоуlardan ko'rishim kerak shag'allar. Hozirgi vaqtda men 100 kg ham 85 kg qadar bo'lgan Ahmetşehir'in Renat işke işme varanda şipşistaydı. Bizning yosh kurashimiz Eldarni yelkasiga soldi. Lakayda taslim kela. Bizning Eldar yomon boshqarib qira, zo'r kurashga kira. Agarda Obzayev bo'lsa, hali oldi shunday motor vaqtlari bilan. Hurmatli shahardoshlar, Sho'rli shahri 2014-yildan Absolut batari Ahmetshehir Renatni chekuvida zo'r olqishlar. 2014-yilda bizning Renat Absolut batar bo'lgani ham Universiada chempion bo'ldi. Ham o'z qo'li bilan zo'r bo'lakda tortib chiqargani Sho'rli shahrining Absolut batari Ahmetshehir Renat. Ularni qisamiz. Bizning botirga har bir so'mni qo'limizda kurashib. Yigitlar, barakalla. Yosh qizlar bizning botirning qo'llarini qisasi keladi. Keling qizlar, keling. Biram ofsayingizdan qo'limizga ketasiz. Shaq qizlar. Молодец. Haydagi sariqni olib keldik. Sariqni olib kelasiz. Tak, olib kelasiz adamni. Ko'taramizmi? Ho! Qo'yamizmi tomoshachilar? Yelkasida! Молодец! Bo'ldi, молодец! Olib ketamiz. Hozir mening ham kerak aytishimda jinguvchilar Весовой kategoriyalar bo'yicha 65, 75, 85 ham 100 dan ortiq. Hozir endi shahardoshlar qarab turamiz, kimning qo'li baxtliroq bo'lar ekan deb, shunga ko'ra